17 avgust kuni Toshkent shahrida UzGlobal Think xalqaro vatandoshlar forumi bo'lib o'tdi. Tadbir yangi O'zbekiston taraqqiyotida xorijdagi vatandoshlarning ilmiy va ekspertlik salohiyati mavzusiga bag'ishlandi. 3 kun davom etadigan mazkur forum 15 davlatdan tashrif buyurgan 40 ga yaqin ilm-fan, ta'lim, iqtisodiyot, innovatsiyalar, texnologiyalar, madaniyat va boshqa sohalarda yuqori natijalarga erishgan vatandoshlarni yagona muloqot maydonida birlashtiradi. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarga 10 mingga yaqin badiiy adabiyotlar, milliy liboslar, cholg'u asboblari yetkazildi va ularning farzandlarini o'zbek tiliga o'qitish hamda o'zbek tili borasidagi ularning ko'nikmalarini yanada oshirish maqsadida bevosita turli onlayn o'zbek tiliga ixtisoslashtirilgan o'quv kurslari bevosita tashkil qilindi va UzGlobal Think forumi esa bu yurtimizda ilk marotaba o'tkazilayotgan bo'lib, mazkur forumning asosiy maqsadi aynan dunyoning turli mamlakatlarida istiqomat qilib, turli sohalarda faoliyat yuritayotgan fan, innovatsiya, texnologiya, madaniyat, san'at yo'nalishlarida bevosita faoliyat yuritayotgan va tajribaga ega bo'lgan bir guruh vatandoshlarimizni aynan yurt ravnaqi yo'li va bir maqsad yo'lida birlashtirishdan iborat hisoblanadi. Forum doirasida xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning bilim, tajriba va professional aloqalaridan mamlakat manfaatlari yo'lida samarali foydalanish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, investitsiyalarni jalb qilish, innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalar transferini rag'batlantirish hamda eksport salohiyatini oshirishga e'tibor qaratildi. Yangi ish o'rinlari yaratish, davlat organlari, ilmiy ta'lim muassasalari, fuqarolik jamiyati hamda biznes vakillari o'rtasida doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalari ham ko'rib chiqildi. 30 yildan ziyod Turkiya tajribasiga egaman. Nafaqat xorijda, hatto men shaxsan o'zim O'zbekistonda 2 yilga yaqin faoliyat yurityapman. Butun viloyatlarimizni, tumanlarimizni aylanib, qanaqa qilib biz xorijda yana ham yuqori saviyaga keltirishimiz mumkin va o'zbek istiqbolini, kelajagini, ravnaqini rivojlantirish yo'lida nimalar qilishimiz degan katta loyihalar bilan ishtirok etyapmiz. O'sha xorijdagi o'sha vatandoshlarimizning tajribasini ravnaqimiz yo'liga birlashtirish, ularni targ'ib qilish, qolaversa o'zbek madaniyatini xorijda yana ham yuqori saviyaga ko'tarish, xususan unutilib borayotgan o'zbek tili va qadriyatlarini xorijda namunaviy shaklda aks ettirib, hattoki O'zbekistonda ham ularni ilg'or namunaviy natijalarini O'zbekistonga jalb qilish asosiy maqsadimiz shu. Ma'lumot uchun mazkur forum O'zbekiston Respublikasi Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi hamda bir qator tegishli tashkilotlar hamkorligida tashkil etildi.